Assalomu alaykum yurtdoshlar, yaqinlar, meni kuzatuvchilar. Loylarda botib qolmay yuribsizlarmi? Bugun sizlarga yana Bog'ot tuman Qorabog' mahallasidagi Gulshan ko'chasining ahvolini ko'rsatacakman. Yana bir murojaat bilan chiqib turibman. Murojaatim shu: yo'l idora xodimlari, hokimiyatdagilar, obod mahalla dasturchilarini bo'ladi. Sizlardan iltimos, shu ko'chamiz ahvolini qaranglar. Ne maşin yürədi, ne məstəki, ne piyada yürüb boladı doğrusudan. Maşinlarımızdan batıp alıp yürü gidin əməz. Doğrusu, ballara məktəbə 2-3 gündən beri bal olma tutdular. Yürüb bulmaydı, yürü gidin yeri yok. Yine, həmmə yox su, lay. Sizlərdən iltimas, köçəmizi bir, heç olmasa bir taş-taşaq verişlərinizdən sorayımız. Yine, həmmə cayı şimdi. Yürü gidin yeri yok. Beni kuzatuvchi yurtdoshlar, iltimos şu videonu maksimal derecede şu ko'proq odamga tarqatinglar. Şu videoni şu hokimiyatdagilarga yetib borsin, shularni ko'rsinlar şu videoni. Ko'chamizning ahvoli. Doğrusu bunu ko'cha degan emas. Bu ko'chadan to'g'ri buldozorda yursa yurib bo'ladi. Boshqa hech narsada yurmaydi bu yerda doğrusu. Hamma yo'q. Yürgüde yerine özü yok. Şu iltimas qilib qolamiz. Şu köçemizi bir obod qilishga bir yordam beringlar. Hech bo'lmasa şu tosh tashab bersangizlar ham şu ko'chamiz bir yurgidin bo'ladi. Hamma yoqlar yurgidin ahvolda emas. Doğrusu. Bolalar maktabga ham chiqa olmay o'tiribdilar. Maktabga borg'idin emas. Yine bugün hemen gece yağmur yağdırdı. Yine Xudo xolasa bir sudan to'ladi. Yine yurib bo'lmaydi. Şu videonu maksimal derecede ko'proq odamga tarqatinglar iltimos. Şayet bizlarning ko'chalarga bir tosh tashab, bir obod qilsalar.